Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Essi brendi ostida ishlab chiqariladigan sut va sut mahsulotlari korxonasini birgalikda obzor qilamiz. Bunda siz sutlar qayerdan keladi, undan nimalar tayyorlanadi, uning ichiga nimalar qo'shiladi, hammasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirga yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshimisizlar? Xush kelibsiz aka. Aka, kirishdan go'zallik bu o'zingiz alohida mehr berasiz shekilli bunga kontrol qilib. Gullarni yaxshi ko'raman juda ham. Juda chiroyli. Xavos qildim ko'rib. Kirgandan e'tibor tortyapti-da. Yaxshi kelibsiz. Rahmat. Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Qanaqasiz? Rahmat, alhamdulillah. Kuzatuvchilarga o'zingizni tanishtirasiz? Mani ismim Aziz Tashtayev. Men Essi brendi asoschisi. Bizani bilasizlar, shu bozorda sut mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Zo'r. Bugun bizga nima bilan tanishtirasiz? Nimalar ko'rsatasiz korxonada? Ishlab chiqarishdan boshlasak bo'ladi bugun. Keyin ofisga kirib, o'tirib gaplashsak bo'ladi. Bo'ldi. Qani ketdik unda? Marhamat. Doniyor aka, mana shu bizani zavodimizning kirish qismi hamma gigiyena bizda kirishdan boshlanadi, aka. Ishlab chiqarish gigiyena adnon, lekin birinchi qadami biz mana shu kirishdan boshlaymiz. Mashitdan o'sha tozalikni qattiq mahkam ushlaymiz. Tartibimiz qanaqa bo'ladi bizda? Xodim keladi bizda. 4 keldi xodim. Ichkarida razdivalkasi bor. Ichkariga kirib razdivalkadan kiyimlarni, Maxsus kiyimlarni kiyadi. Almashtirib chiqadi. Chiqqandan keyin tilla taqinchoqlari, telefonlari, pul mablag'lari bo'lsa, shkafga qoldiradi. Har bitta xodimga numeratsiyalangan, kalitlangan shkafimiz bor. O'ziga alohida. Bu yerga shaxsiy jihozlarni qoldiradi, chunki biz majburiyat ola olmaymiz. Ichkariga razdivalkaga kamera qo'ya olmaymiz. Shu sababdan mana shunaqa решение o'ylab topganmiz. Bu yerga qo'ygandan keyin o'sha gigiyenik anaqalar ishlovlarimiz bor. Bulardan o'tib ishlab chiqarishga kirib ketadi. Xabar, baxila, ya'ni toza. Hozir siz bilan xudo xolasa ichkariga kiramiz. Undan oldin biz ham xuddi ularga o'xshab mana shu protseduralarni hammasini amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. O'shanga bu xalatimiz. Kiyib olamiz uni. Da. Siz kiyinib turing, ungacha men ham o'zimning kiyimlarimni kiyib olaman. Meniki endi sizlarniki bitta farqi, biz kiyayotgan mehmonlarimizga bir martalik одноразовый kiyim beramiz. O'zimizni bu yerda doimiy bu tashavvuriladi keyin. Bu sразу o'sha mana zavoddan chiqqanimizdan keyin sразу musorga tashlaymiz, buni utilizatsiya qilamiz. Buni qaytadan o'sha kiymaymiz o'sha. Bu sira одноразовый hisoblanadi. Biz o'zimizni shu xodimlari o'zimizda doimiy ish formamiz bor. Hozir men ham o'zimnikini kiyib chiqaman, keyin birgalikda ichkarini aylanamiz. Doniyor aka, biz buni oldin bizda qanaqa edi? Oldin oyoq bakilasini rushnoy kiyardik, qo'lda kiydirardik. Hozir bu avtomatga o'tkazdik. Чтобы xohlayapmizki, maksimalli xodimlar shu qo'l bilan anaqa qilmasin. Xodimlar ham, mehmonlar ham shu qo'l bilan bakteriya tashuvchi anaqa hisoblanadi. O'shanga men chetiga bitta zavodga aylangani borganimda shunaqangi bir pribor ko'rganimdan keyin men ham shartda o'zgartirdim. Oldin bizda ham bakilalarni oyoqlarini kiydirib, kustarni metodda ishlardik. Hozir уже более-менее zamonaviy metodlarga o'tyapmiz уже. Bu yerda ham Doniyor aka mana qo'lingizni tiqmagunizcha baryer ochmaydi. Oyog'ingiz tagida ham spetsial anaqa bor. Silikatlar bor. Buni shunaqa spetsial programmalashtirganmiz, ishchini hamma instansiyani majburlab o'tkazamiz. Bo'lmasa ishchi o'ta olmaydi, kira olmaydi. Hozir anaqa limitingiz tugab qolgan boshqatdan. Boshqatdan. Bo'ldi, ana endi o'ting. Darrov o'tish kerak. Bizda ishchilar endi bu posittivlarga aloqasi yo'q. Face control bor. Face controlda biz o'sha ish vaqtini ham hisoblaymiz. Soat nechida keldi, soat nechida ketdi. Bizga ana zavodga kirdirgani hali ish vaqti boshlanganida razdivalkada ham qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun face controldan o'tadi, keyin undan keyin o'sha ichkariga kiramiz. Bu yerda bo'limlar bizda boshqa zavodlardan farqli ravishda, boshqa zavodlarda bitta angarda, katta angarda ishlashadi. Bizda sal boshqaroq texnologiya qilganmiz. Har bitta bo'limga alohida anaqa berganmiz. Ya'ni bino anaqa помещение berganmiz. O'shanga qarab ishchi o'tgandan keyin qaysi bo'limda ishlasa, o'sha bo'limga qarab ketardi. Uni ko'ryapsiz, eshiklar bilan bo'lib tashlaganmiz bo'limlarni, chunki u bo'limlarda даже temperatura rejimi boshqacha. Boshqa. O'shanga qarab mashdan tarqalishadi. Qurilishda shuni planini qilib qurgansiz. Boshidan izначально rejasini shunaqa qilib kelganmiz. Tushunarli. Bizda sut qabul qilish zalimiz bor. O'sha yerdan birinchi ishchi anaqa jarayonni o'sha yerdan boshlaymiz, o'sha yerdan ko'rsataman sizga. Mana shu Azizga bitta savolda, hop, butun O'zbekistondagi yetishtirilgan sut mahsulotlari bor-ku, sut o'zi, ferma bo'lsin, xonadon bo'lsin, bu butun respublikaga yetib beradimi yo importdan keladimi? Yetmaydi. Yetmaydi. Import juda ham katta hozirgi kunda.
Bu xona qanaqa xona? Bu hozir aka biz sut qabul qilish zaliga keldik. Birinchi jarayonimiz qanaqa bo'ladi? Tashqariga mashina keladi. Mashina kelgandan keyin, ya'ni fermadan sut keladi. Bu yerda xodimimiz bo'ladi, bitta xodim. U sutdan obrazet oladi. Namuna oladi, namunani olib turib laboratoriyaga chiqadi. Namuna oladi, laboratoriyaga chiqadi. Laboratoriyada tekshirilgandan keyin, agar sut bizani talablarimizga javob bersa, standartlarimizga javob bersa, undan keyin laboratoriya tahliliga qarab qabul qilasizlar. Ruxsat beradi. Qabul qilishga ruxsat beradi. Ruxsat bergandan keyingina o'sha sutni qabul qilishni boshlaymiz. Tushunarli. Bu kelayotgan sut bir nechta fermalardan keladimi? Yoki aholining suti ham bormi? Yo'q, aholi suti qabul qilmaymiz. Chunki aholining sutida standart yo'q. Standart yo'q. Har kuni har xil sifatda keladi. Даже sutdan notanish hidlar ham kelishi mumkin. O'shaning uchun biz iloji boricha aholining sutidan qochishga harakat qilamiz. Tushunarli. Chunki aholining suti har xil narsa yeganda mol piyoz ham berishadi, har xil narsa berishadi. Bu narsa sutni o'zini atrajat qiladi. Doniyor aka, bu jihozimizning nomi Milkimeter. Milkimeter, Turetskiy shekilli. Da, bu Turetskiy, turganiki. Bu оборудованиямizning vazifasi nimadan iborat? Laboratoriya o'zi ruxsat bergandan keyin sut qabul qilishga operator nima qiladi? Operator mana skvoznoy eshigimiz bor, chiqadi, tashqaridan mashinaga shlankalarni ulaydi, ulab turib sutni qabul qiladi. Bu оборудованиямizning qisqa qilib tushuntirganda sutni sovutadi, tozalaydi va litrni o'lchab beradi. Asosiy litr o'lchash uchun mo'ljal. Tushunarli. Sestrinaga tushishda o'zi ma'lum gradus bor, shu gradusni ya'ni hosil qilib o'tkazadi, to'g'rimi? Tushunishimcha. Endi konkretdan nima bo'ladi mana? Deylik, sutni uladi. Kontaktda bu yerda har bitta fermerning anaqalar danliylari bor. Shu yerdan fermani tanlaydi. Qaysi fermadan sut kelgan bo'lsa, fermani tanlaydi. Zapuskka bosadi. Zapuskka bosgandan birinchi etapda orqada bizda filtrimiz bor. Sutni biz filtrdan o'tkazamiz. Chunki nimaga? Fermada hashay tushadi, har xil mexanik загрязнениялар tushadi. O'shaning uchun birinchi etapda biz 500 mikronlik filtrdan o'tkazamiz. Keyin o'tkazgandan keyin sut fermadan necha gradusli haroratda kelishidan qat'iy nazar biz o'zimiz uchun yana uni sovutamiz. 4 gradusga tushiramiz. 4 gradusga tushiramiz. Teplobmenik orqali ko'pigini sutni mashinaga tashish paytida ko'pirib ketadi sut. Ko'pigini olamiz, havosini so'rib olib, keyin uni orqadagi bochkamiz bor, u yerda ishlar jarayonlanib turib, litrni o'lchaymiz. Litrni o'lchaydigan alohida flowmetrimiz bor. Keyin ikkinchi filtratsiyaga kiradi. Yangi filtrimiz bor, 200 mikron. 200 mikrondan o'tkazamiz. 200 mikrondan o'tgandan keyin kelib turib 50 mikrondan o'tib turib keyin qozonlarga tushadi. Keyin qoptaga tushadi. Tushunarli. Qozonlarga tayyorlaymiz. Tushunarli. Umumiy qozonlarga tushadi bu yerga. Bu qozondan keyin mahsulotni mana turiga qarab yo'naltiriladimi yoki borgandan keyin turga ajratiladimi? Bu yerda laboratoriya sutni gruppalarga ajratadi. Gruppalarga ajratadi. Qancha gruppa baland bo'lsa, shuncha sutga baland ishlov berish mumkin degani. Qancha sutga baland ishlov berilsa, shuncha mahsulot sifatli chiqadi degani. O'shaning uchun o'shanga qarab qozonlarga ajratamiz. Birinchi gruppa bo'lsa yoki ikkinchi gruppa bo'lsa bitta qozonga olamiz, pastroq gruppa bo'lsa alohida qozonga olamiz. O'shanga qarab, mahsulotda ham turlari bor. Sirli masalan pastroq anaqa bersa ham bo'ladi, ishlov bersa ham bo'ladi. Chunki uni ko'proq aromatikasi uchun olishadi. Mana kislomovochkalar, qatiqlar, kefir, yogurtlarga bo'lgan eng oliy sifat sut kerak. Shu mahsulot umri uzoq bo'lishi uchun polkada eng oliy sifat sutdan podbor qilib tanlanadi. Kelgan sutlarimizda shunga qarab podbor qilamiz. Doniyor aka, mana hozir sut qabul qilish bo'limidan yoqib o'tdik. Biz bu bo'limni pasterizatsiya bo'limi deymiz. Ya'ni pasterizatsiya bu nima bu? Pasterizatsiya bu fermadan sut kelganda sut tarkibida juda ko'p miqdorda bakteriya bo'ladi. Foydali bakteriyalar ham bor, zararli bakteriyalar ham bor. Mana shu bo'limda biz o'sha bakteriyalarni o'ldiramiz. Ya'ni qanaqa o'ldiramiz? Foydali bakteriyalarni saqlab qolamiz, zararli bakteriyalarni o'ldiramiz. Uni qanaqa ajratasizlar? Nimasini? Uni ajratmaymiz. Biz unga issiq bilan ishlov beramiz. Issiq bilan ishlov berganda o'zi issiqqa bardosh bera olmay o'lib ketaveradi. U foydali bo'ladi. Foydasilar o'lib ketaveradi. Anaqani bu yerda o'sha aytganingizdek mana boya savol berdingiz siz menga yog'ini qanaqa qilib mana har xil fermalardan har xil yog'larda keladi dedingiz. Da, to'g'ri, shunaqa keladi. Boquviga qarab
balandroq, yog'i pastroq bo'lishi mumkin. Yoki oqsil moddasi ko'proq, kamroq yoki plotnisi bor, ular zichligiga qarab o'zgaradi. Hamma ishlovlarni mashqda qilamiz. Normalizatsiya, standartlashtirishni mashqda qilamiz. Mana ko'ryapsiz, bizda har xil оборудованиялар turibdi. Hammasini o'zini funksional vazifasi bor. Masalan, bu sutni temperaturasini ko'tarib beradi. Bu separator deydi. Ortiqcha yog'ini olamiz. Masalan, bizga deylik, fermadan 4 yog'lik sut keldi. Biz 2,5% kefir qilmoqchimiz. 1,5% yog'ini shilib olishimiz kerak. Ajratib olishimiz kerak. Uni separator orqali qilamiz. Bundan tashqari bizda yana bitta priborimiz bor. Biz bu priborni gomogenizator deymiz. Gomogenizatorimizni, чтобы bilsangiz agar yoshligimizda o'zimizni ota-onalarimizni qatiq yeb o'tishardi-da. Ko'rpaga o'rab qo'yardik. Uygandan keyin qaymog'i tepaga ko'tarilib qolardi. Qaymoq tepaga qoldi. Pastiga borganda o'sha yog' qolmasdi. Mazasiz bo'lib qolardi. Biz shu narsani qilmaymiz. Biz xohlaymiz, чтобы iste'molchi bizani qatig'imizni olgan paytda tepada ham, pastda ham yog'i bir xil bo'lishi kerak. Однородный bo'lishi kerak. Darajasi, foizi, O'shaning uchun biz gomogenizatsiyadan o'tkazamiz. Bu yog' anaqa yog'i parchalab beradi. Puzirlarga parchalab berib, однородный qilib bir xil taqsimlab beradi. Ya'ni bizani qatig'imizni olganingizda tepasidan yesangiz ham, pastdan yesangiz ham bir xil ta'm bo'ladi. Ya'ni oldin uyda tepa qismi shirin bo'lardi, pastga borganda yog'siz bo'lib qolardi, keyin oxiriga borib yoshligimiz pastki qismini yemasdik. Bu yerda unaqa emas. U zamonaviy anaqada ishlab chiqarishda bunaqa qabul qilinmaydi. Ko'proq shu gomogenizatsiyadan o'tkazsa, yog'larni bir xil taqsimlab beradi. Tushunarli. Savol berganman. Yoshligimizda aytganingizda o'sha qatuvlarni kosalarga yutsa, mana shunday to'mparganda qatuv shunday turardi-da. Shunaqa qatuvlar ham bo'lardi. Hozir biz ham shunaqa qilamiz. Hozir mana shu idishdagi sizdagi qatuvni mana shunday olsa tushmaydimi? Tekshirib ko'ramiz hozir. Bo'ldi. Mashqda hamma standartlashtirish jarayoni boshlanadi. Chiqariladigan mahsulotga qarab. Masalan, deylik, bu qozonda 1% kefir qildik, past yog'li. Ikkinchi qozonda yuqori yog'li, 3-2% qildik. Keyingisini biokefir qilamiz masalan. O'sha yoqdan ajratib olamiz. Unga qo'shiladigan anaqalarimiz bor, moddalarimiz bor. O'zini. Bizning o'zbek xalqi quyuq mahsulot xohlaydi. O'shaning uchun uni quyultirish uchun qo'shimcha moddalar qo'shamiz. O'shalarni hammasini mikser orqali qo'shib turib, bu yoqqa kirgizamiz. Tushunarli. O'sha moddalar haqida ozgina tushuncha berib keting. U nima bo'ladi? Masalan, jelatinmi yo boshqa narsami? Qanaqa narsa? Jelatin ishlatmaymiz. Umuman bizani ishlab chiqarishimizga, zavodimizga jelatin yo'q. Biz qanaqa quyultiramiz qatuvni? Biz uni o'sha quruq moddasini oshirishimiz kerak. Quruq moddasini oshirish uchun suyuqligini tortasizlar. Yo'q, suyuqlikni tortmaymiz. Oqsil moddasini ko'taramiz. Tushunarli. Oqsil protein qo'shamiz. Qarab suxo moloko qo'shishimiz mumkin. Kam miqdorda, 1% miqdorda. 1% miqdorda quyultirish uchun. Quyultirish. U nima beradi bizga? O'sha aytganingizdek qatuv quyuq bo'lishi uchun, o'sha mana qilganda to'kilmasligi uchun quruq moddasini ko'tarishimiz kerak. Quruq moddasini o'sha protein bilan ko'taramiz biz. Tushunarli. Oqsil bilan, ya'ni oqsilni ko'p miqdorini ko'paytirish hisobiga quyuq bo'ladi mahsulot. Bu narsa inson salomatligi uchun mutlaq zararsiz. Yo'q, foydali, naborot. U oqsil bizning organizmimizning osnovasi. Mana hozir sportsmenlar e'tibor berdingizmi, o'sha yuqori oqsilli mahsulot yeyishga o'tyapti. Endi hali yuqori oqsilli mahsulotlar bozorda rivojlangani yo'q. Endi mana bitta kompaniya gretskiy yogurt chiqarishni boshladi. No, u oqsil degani faqat gretskiy yogurt emas, hamma mahsulot bo'lishi mumkin. Qatiqda ham bo'lishi mumkin, sutda ham bo'lishi mumkin. Mana boshqa mahsulotlarni ham bo'lishi mumkin. Endi bular gretskiy yogurtdan boshladi. Foydali mahsulot. Shu oqsil ko'proq yeyish kerak. Oqsil biza yeyotgan go'sht bor, baliq bor, tovuq, bular hammasida oqsil bor. Maqsadimiz, asosiy maqsad o'sha oqsil moddasini olish organizmimizga. Tushunasizmi? Quyultirishda siz shu mahsulotni ishlatyapsiz. Ya'ni ham foydaliroq bo'lishi. Конечно. U insonga sog'lig'iga foydasi bo'ladiki, zarari bo'lmaydi. Tushunarli. Keyin bu yerda mahsulotni o'sha tayyorlaganimizdan keyin o'zini bo'limiga jo'natamiz. Hammasi mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, hamma narsa yopiq liniyada yuradi. Zavodimizda jami 6000 metr turib ishlatganmiz. Anaqasiga hamma peridachilar bo'limdan bo'limga hammasi yopiq liniyalarda o'tadi. Shuni hisobiga mahsulot umri ham uzoq bo'ladi. Tushunarli. Har bitta turbada, har bitta bo'limni alohida o'ziga boradigan turbada ulangan. Mana bu yerdan bo'limlardan boshqaramiz. Bo'limlardan boshqa yo'naltiramiz, yo'naltirib tvorog bo'limiga bo'lsa, tvorog bo'limiga, qaymoq bo'limiga bo'lsa, qaymoq bo'limiga, kislomoложный bo'lim bo'lsa, kislomoложный bo'limiga hammasiga turbalar orqali ketadi. Zo'r. Bo'lsam boshqa jarayonlar bilan tanishamiz.
Hozirgi korxona ochilganiga necha yil bo'lgan? Korxonamizni 2016-yili tashkil topgan. 2016-yildan beri faoliyat yuritib kelamiz. Hozirgi shu kungacha korxonaga necha pul xarajat qilgansiz? To'g'risini aytsam hisoblamaganman bu narsani. Sir deysiz-a? Yo'q, sirli emas. Endi nima deydi? O'zimizga yoqqan kerakli оборудованиyalarni jihozlarni olganmiz, lekin ularni hisoblab yurmaganmiz-da. Ha, lekin mana оборудованияni o'zini juda bo'lmaganda baribir hisob kitob qilinadi-ku. Bugungi kungacha menimcha 10 yil ichida порядка где-то 10 million dollardan oshiq pul o'sha оборудованиyalarga pul tikilgan. 10 million dollardan. Hozir yana u davom etyapti. Yana yil oxirigacha taxminan yana 1 million dollar tikamiz. Mashalloh. Azizga korxonada hozir umumiy necha xil mahsulot chiqadi? Hozirgi kunda o'sha 50 dan ziyod mahsulot turlarimiz bor. 50 dan ortiq. Tushunarli. Bu sut va sut mahsulotlari sir ham shuncha kiradi. Da. Tushunarli. Tayyor sutdan mahsulot bo'lib chiqquncha jarayonda qancha vaqt ketadi? Har bitta mahsulot yo har xilmi? Mahsulot turiga qarab o'zgarib boradi-da. Eng qisqasi 9 soat, 10 soat. Eng qisqasi 9 soat, 10 soat. Bu sut holatdan, bu xolodilnikdan chiqib tayyor mahsulot bo'lib, nima deydi, sotuvga yetib kelguncha bo'lgan vaqt. Eng qisqa mahsulotimiz 9 soat bo'ladi, qolganlari 19 soat, 20 soatgacha cho'ziladi. Juda ko'p vaqt olar ekan. Endi o'sha kerakli aromatikasini chiqarishimiz kerak, o'shaning uchun uzoq vaqt anaqa qilishimiz kerak. Qozonda ushlab turishimiz to'g'ri keladi. Shu mahsulotlarning ichida eng ko'p daromad keltiradigan qaysi mahsulot? Qancha ko'p hammasidan ham daromad keladi? Yo'q, unaqa emas. Qancha ko'p ishlov berilsa, shuncha daromad oshib boraveradi. Proses uzoq bo'lgan sari mahsulot ham mehnati ham og'ir bo'ladi, ta'mi ham, mazasi ham shunga yarasha yaxshi bo'ladi. Hozir kunda korxonangizda 2 smenada ishlaganda umumiy xodimlar soni nechta? Umumiy korxonada ofis ishlab chiqarish. Bugungi kunga kelib kompaniyamizda уже 200 taga yaqin ishchilar ishlaydi. Zavod xodimlari ishlab chiqarishda asosiy xodimlar ishlaydi. Undan keyin savdo bo'limimizdagi xodimlarimiz bor. Keyin undan keyingi navbatda o'sha logistika bo'limi, transport bo'limi ham xodimlar bo'lib ishlaydi. Tushunarli. Umumiy holatda hozir bunda 200 taga yetdik. Xo'p. Sotuv yo'llari qanaqa? Misol uchun o'zingiz distribyutor qilib butun respublikaga tarqatasizmi yoki sub distribyutorlar bilan ishlaysizmi? Toshkent shahar, Toshkent viloyatini biz o'zimiz savdosini o'zimizdan zimmamizga olganmiz, o'zimiz shug'ullanamiz. Anaqalarni viloyatlarni dilerlarga beramiz. Dilerlar orqali amalga oshiramiz realizatsiyani. Mahsulot butun respublikada bor. Yo'q, asosan Toshkent viloyati, Toshkent shahrida butun setlarda bor, do'konlarda bor. Viloyatlarda sekin-sekin qolamiz, shoshmayapmiz anaqa qilishga, chunki shaharda hozirgi kunda setlar juda ham agressivni rivojlanyapti. Birinchi navbatda ularni biz snapchat qilib berishimiz, ta'minlab berishimiz kerak. Keyin o'sha regionlarga chiqishni maqsad qilganmiz. Tushunarli. Hammasi full avtomatlashtirilgandan keyin bemalol hamma joyga mahsulot yetkazib berishdi. Ham mahsulotning umri uzoq bo'ladi. Bu bizga o'sha regionlarga ham sotish imkonini beradi. Ham mahsulotni qisqa muddatda katta ob'emda chiqarish imkonini ham beradi. Hozirgi ekspertlaringiz bormi? Yo'q, eksport bilan deyarli shug'ullanmaymiz. Asosan ichki bozorni ta'minlashga qilamiz. Endi ora-orada bizdan eksportga kompaniyalar chiqib turadi, o'shalarga berib turamiz. Bu asosan 98% ichki bozor ta'minlash. Ichki bozorda. Eksportga chiqish uchun hozir mahsulot kamligi uchunmi yoki buni muddati kamligi uchunmi nima maqsadda chiqilmayapti? Birinchi navbatda sut narxi, tam narxi qimmat. Ya'ni O'zbekistonda bugungi kechagunda mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining orasida eng qimmat sut O'zbekistonda. Hozir davlat, hukumat shu sut narxini tushirish bo'yicha chora-tadbirlar qilyapti. Umid qilamizki, chora-tadbirlar sut narxini tushirishga olib keladi. Bu bizga eksportga chiqishimizga ham katta plus beradi. Bundan tashqari faqat bu sut narxida bo'lmaydi, как premium klass sifatida ham sotilsa bo'ladi mahsulot. Bundan tashqari biz o'sha eksportga sotishimiz uchun hozir infrastrukturamizni to'g'irlayapmiz. O'sha zavod bilan bog'liq bo'lgan infrastrukturani hammasini to'g'irlab bo'lsak, keyin o'sha eksport haqida o'ylasak bo'ladi. Chunki o'ziga xat hujjati, sertifikatlari kerak, talablari bo'ladi. Hujjatlar bilan muammo yo'q. Ancha soddalashtirib tashlashgan eksport anaqasini davlat. Asosan shu bizni eksportga bergandan keyin bu umri qisqaligini hisobga olish kerak. Biz o'sha importyorga shunaqa imkon qilib berishimiz kerakki, u olib bizdan sotish kerak. Ya'ni achitib qo'yish kerak emas, nazorat tashlash kerak emas. Shuning uchun umrini uzaytirish, gigiyenasi bilan bog'liq частьlarni hammasini
to'g'irlab olishimiz kerak. Shular hammasi to'g'irlangandan keyin bemalol eksport haqida o'ylasak bo'ladi. Chiroyli ko'rinishda kirish xohlayman-da. Ya'ni xatosiz kiraylik, mukammal bo'lib kiraylik, чтобы ularni o'zini ichki bozoridagi o'yinchilari bilan bemalol raqobatlasha oladigan darajada anaqa bexato kamchiliksiz bo'lishimiz kerak-da, чтобы odam bizani mahsulotimizni olish uchun taqqoslaydi o'zini ichki bozoridagi mahsulotni. Biz o'shalar bilan raqobatlasha oladigan darajaga tayyor chiqib olishimiz kerak. Zavodimizni shunga tayyorlashimiz kerak. Ertaga bir marta mol berib, o'sha keyingisiga 2 barobar yoki 3 barobar ko'p mol so'raganda bizni to'xtab qolishimiz kerak emas-da. Albatta. Shu narsalarni hammasini tayyorlab, yechimini qilib, keyin undan keyin kiramiz. To'g'ri. Mahsulot sifatlarini u mana misol uchun Turkmandosiz kelib hamma mahsulotni ko'rib sifatlari yoqdimi? Ha, ular bizga kelgungacha уже polkadan olib yeb ko'rishgan. Ularga yoqqani uchun kelishgan bizga. Srazi ko'chadan kelib qolishmagan. Ular o'sha Toshkentga aylangani kelganda bizning mahsulotimizni olib yeb ko'rgan. Ularni bozorida biz raqobat qila olishimizni tushunib yetgandan keyin bizani eshigimizni taqalatib kelishdi. Buni biz hali paka shoshmayapmiz. Yana yaxshilab, yana o'zimizning ichki texnik bazamizni to'g'rilab olishimiz kerak-da. O'shalar hammasini qilib bo'lgandan keyin eksportga qattiq e'tibor berishni niyat qilganmiz. Tushunarli. Zo'r. Boya sexda ko'rish jarayonida aytdingiz-ku, yana shunday ham bir so'rab qo'yishim kerak, chunki kuzatuvchilar uchun bu juda ham qiziq. Buni aynimasligi uchun, umri uzoq bo'lishi uchun yoki qattiqligi va hokazo narsalarni sifatini ushlab turish uchun qo'shimchalardan ko'p foydalaniladi degan gumonlar bor-da. O'sha bo'yicha yana bir chuqurroq ma'lumot bersangiz. Mana suxoy moloko qo'shiladi, tarkibiy kerak dedingiz. Jirlar, mana palmiy jirlar ko'p doim muammo bo'ladi buning ichida. Shunga молочный mahsulotlarga ham, sutli mahsulotlarga ham qo'shiladi degan taxminlar bor-da. Shu bo'yicha nima deya olasiz? Mahsulotning umri qisqa bo'lsa, bu sifatli, bu tabiiy degan odamlarda noto'g'ri fikr bor. Xayol bor. Bu umuman haqiqatdan uzoq. Hozirgi kunda texnologiyalar rivojlanib ketgan paytda agar polkadagi mahsulotning umri qisqa bo'lsa, ya'ni 3 kun, 5 kun, bu bilinglarki, bu mahsulotni ishlab chiqarish jarayonida juda katta xatolar yuz berayotgan bo'ladi. Ya'ni gigiyenik talablar rioya qilinmayotgan bo'ladi. Yuzakroq qarab ishlab chiqarilgan mahsulot bo'ladi. Shu sababdan umri qisqa bo'ladi. 3 kun, 5 kun bo'ladi. Mana bizning kefirlarimizni olib qaraydigan bo'lsangiz, qatiqlarimizni, bizning kefirlarimiz 21 kun surib. Bu kefirlar oilasida 21 kun surib, bu juda ham normal surib. Ya'ni bu eng maksimal suruvsi ham bo'ladi. 21 kun surubgacha faqat kefirlar oilasiga tegishli. Yogurtlar oilasiga keladigan bo'lsak, ular уже 45 kun. 45 kun tabiiy holatda saqlashi 45 kun. 45 kun turib bersa, hech qanaqangi ichiga konsentrat qo'shilmaydi, hech qanaqangi ximikatlar bilan buni ushlab turilmaydi. Ya'ni o'zini tabiiy tozaligi bilan saqlangan holatda. Mahsulotni issiq holatda qo'yamiz. Qancha issiq holatda qo'yilsa, shuncha yaxshi. Tushunarli. Issiq holatda qo'yganda ham 3 oy maksimum 4 oygacha aniq olishingiz mumkin. Surubni olishingiz mumkin. Undan kattalari opasniyroq deb o'ylayman men. Tushunarli. Aziz kuzatuvchilar, mana milliy brendga qanchalik nima deydi, sadoqatli bo'lishimiz shu so'zlardan ham, gaplardan ham ma'lum bo'lib turibdi. Inshaalloh mana Essini hamma ishlab chiqarish jarayonini ko'rsatdik. O'zimiz ham mana ko'zimiz bilan ko'rdik. Inshaalloh ancha ishonchli mahsulot deb o'ylaymiz. Hozirgi siz korxonangizda bir kunda necha tonnani sutni qayta ishlaysiz? Bugungi kunda 40 tonnalarga chiqdik уже. Qancha? 40 tonnalarga chiqdik. Kuniga 40 tonna. Hozirgi kunda 40 tonna sut qayta ishlayapmiz уже. Tushunarli. Bu kunduzgi ish o'rni davomida ishlab ulgurasizmi yoki 7:24 mi? 7:24. 7:24 da. 7:24. Ichkarida smenga qarab almashuradi ishchilar. Tushunarli. Endi yana bitta narsa, Doniyor aka, bitta narsani aytib ketishimiz kerak. Mana hozir koridorda ketyapmiz, e'tibor bergan bo'lsangiz, devorlar ham dapatalka kafil qilingan, pollarimiz ham kafil qilingan. Juda muhim ma'lumot aytib ketaman. Oldin bizni eski zavodimizda polni mozaika qilardik. Asosan hammada mozaika bo'lardi. Hozir уже zamon o'tgan sari bu narsalardan voz kechyapmiz. Birinchilar qatorida biz ham mozaikadan voz kechdik, yangi kafilga qildik, yaqinda qildirdik. O'zi tadbirkorlarga messajim bo'lsin bu narsa. Oziq-ovqat bilan ishlab chiqarish tadbirkorlarga deylik. Agarda shu sohada jiddiy investitsiya kiritib, jiddiy ishlashmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda kafildan boshlash kerak ekan. Bu maxsus kafil o'sha kislotaga chidamli kafil hisoblanadi. Ishlab chiqarish, oziq-ovqat ishlab chiqarishda juda muhim. Birinchi polni qilib olsa, keyin оборудованияni sekin qo'shib borsa ham bo'ladi. Lekin birinchi masala bu deyishdi. Birinchi masala mana shu pol. Polni gigiyenasini
kafeldan boshlanadi. Mozaikalar chidamli emas. Sut bilasiz, sut masalan to'kilgandan keyin 2 soatdan keyin o'sha kislotaga aylanadi, Bakteriya yerni yeyishni boshlaydi, keyin oralariga kiradi, bakteriya rivojlanadi, sasiydi. Bunisi ishlab chiqarishda katta muammo keltiradi. Mahsulotga ham ta'sir bo'lishi mumkin. Конечно, albatta. O'shaning uchun biz hozir bu yil yangi kafel qildirdik. Spesialni o'zi bunaqa kafel ishlab chiqaruvchi kompaniya dunyoda sanoqli. Juda ham kam. Bo'lsa 5 ta, 10 ta bo'lsa kerak. 10 ta ham emas. 5-6 ta kompaniya bor. O'shalardan bittasi bilan shartnoma tuzganmiz. Qaysi davlatniki bu? Bu Turkiyaniki. Turkiyadan oldik. Loyi maxsus. Maxsus loyidan qilinadi. Anaqa ishlov berish temperaturasi boshqacha, keyin buni mana oradagi shoflari bor. Shoflarni ham spesial epoksid bilan обработка qilishadiki, чтобы o'sha bakteriyalar kirmasligi kerak orasiga-da. Tushunadi. Uzoq umrga, butun umrga xizmat qiladi bu narsa. Butun korxonani mashinadan qilib chiqarsiz, hozir ishlab chiqarish sexicha. Mashina o'ziga qancha pul ketgan? Qolgani? Qolini o'ziga. Qolini o'ziga 300 ming dollardan oshiq xarajat qilmoqdik o'sha. 300 ming dollar qoli o'ziga, mana shu kafeli o'ziga. 1,5 ming kvadrat metr faqatgina ishlab chiqarish anaqalariga, skladlarni qilmadik. Agar skladlarni qo'shgan undan ko'p ketardi. Biz faqat ishlab chiqarish bilan, именно mahsulot bilan prikosновение bo'lgan joylariga qildik. O'shaning o'ziga 300 ming dollar investitsiya kiritdik. Mashalloh. Gap bo'lishi mumkin emas, zo'r. Sal balandroq gapiraman. Hozir biz mana qatiq liniyani, qatiq ishlab chiqarish jarayonida turibmiz, qatiq liniyamizda ustida turibmiz. Menimcha O'zbekistonda shu polni avtomatlashgan qatiq liniya bizda bo'lsa kerak deb o'ylayman, o'zimchalik. Ya'ni katta gapirib yuborsam uzr so'rayman. Hop, apparat bo'yicha qisqa tushuntirib beray. Mana ko'ryapsiz, deyarli minimal xodimlar bilan ishlaymiz. Maqsadimiz nima? Mahsulotimiz sifatli chiqishini xohlaymiz. Kam odam qo'li bilan tegishini xohlaymiz. Bu yerda jarayon qanaqa? Magazinga qatiq cheligini zapravka qilamiz. Segidan mana qatiq cheligini olishni boshlaydi. Oladi. Keyin o'zi eshiklarni ochish mumkin emas, lekin bugun syomka bo'lgancha sizga ochib ko'rsatamiz. Lekin oddiy holatda biz ochmaymiz. Ana qatiq cheliklarimiz bakteriyatsiz lampadan обработкадан o'tadi. Ana dezinfeksiyada. Ha, dezinfeksiya qiladi. Keyin undan keyin quyamiz. Kuyish jarayoni ham juda muhim. Ya'ni qatiqni quyayotganda ko'pirib ketmasligi kerak. O'shani ichiga ko'rganmisiz, maxsus rezinkalar qo'yilgan, o'sha qatiqni ko'pirtirmasdan quyishini ta'minlab beradi. Tushunarli. Lekin qatiq duosi juda ham suyuq-ku. Bu hali issiq holatda quyamiz. Hozirgi paytda 42 gradusda quyamiz. Buni keyin ivitamiz. Ivitish xonamiz bor. Ivigandan keyin qattiq holatga keladi. Tushunarli. Keyin mana anaqa qilib bo'lganimizdan keyin, quyib bo'lganimizdan keyin tepada ham yana magazin bor. Tepadan qopqonni olib, yana bakteriyatsiz lampadan o'tkazib turib yopib qo'yib beradi. Aylanib yopib turib ko'rayotganimizda lampa yonib o'chyapti. O'sha paytda qopqonni bakteriyatsiz lampa bilan ehtimoliy bakteriyalarni tozalab beradi. Keyin o'sha qopqonni ustiga qo'yib bergandan keyin mana mana jarayonni ko'rish mumkin. Qopqonni yopib beryapti. Plotnik qilib. Plotnik qo'yib berib o'sha kalitga tushadi. Undan keyingi jarayonimiz bor. Yuring, bu yoqqa o'tamiz hozir. Mana yana ham ko'rsataman. Mana qatig'imizga tushib keladi. Tushib kelgandan keyin chiqish sanasini qo'yamiz. Ya'ni mahsulot chiqish sanasini. Ko'rgan bo'lsangiz, chiqish sanasini uryapmiz o'sha. Urganimizdan keyin bo'ldi, o'sha yashillarga taxlaymiz. Mana bunaqangi plasmas poddollarimizga qo'yib turib, issiqxonaga olib kirib tashlaymiz. Necha gradusli xonada uyiydi va qancha vaqt turadi yo'q? 42 gradusda. 42 gradusda necha vaqtda uyiydi? Endi hamma korxonada har xil. Biz 42 gradusda o'zimizga optimal temperatura olganmiz. 42 gradusda issiqxonada 5 soat davomida turadi. 5 soatda keyin bu uyib qatiq holatiga keladi. Hozir sut holatida, oddiy sut holatida turibdi. Issiqxonada ivigandan keyin o'sha xuddi xolodesga o'xshab qatiqlangan holatga keladi. Keyin uni olib yana o'sha ustidagi zguskani bizmagan holda xolodilnikka olib kiramiz. Xolodilnik yana 12 soat davomida turadi. Kamida 12 soat. Yana 12 soat xolodilnik. O'shanda sekkaningizda qattiq holatga keladi. Kompensat tushmaydigan bo'ladi. Mana hozir o'sha tayinlashyapti. Hozir bir kishi bu yerda poddollaga taxlayveradi, bir kishi issiqxonaga olib kiraveradi. Tushunarli. Xo'p, endi mana shuni qatiqni yog'li darajasi foizi qancha? 2,5 ekan. 2,5%. 2,5. Bundan boshqa pastroq, yo'g'onroq foizda ham bormi? Qatiqda yo'q, bizda yo'q. Sizda yo'q, faqat 2,5%. Bizda faqat bitta qatiq beramiz, 2,5%. Kelajakda biz o'sha
sportchilar uchun yoki boshqa anaqa bemorlar uchun past yog'li, ayollarimiz past yog'li ichish yaxshi ko'radi, ularga past yog'li qattiq chiqarishni ham reja qilyapmiz. Tushunarli. Doniyor aka, mana mana liniyamizni baklashkali mahsulotlarga qadoqlab beradi, quyib beradi mahsulotlarni. Bu yerda jarayon qanaqa? Mana baklashga kirib kelyapti sekin-sekin, keyin yuvish tizimiga kiradi. Biz baklashkani ichida har xil mexanik zagrazeniylar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz baklashkani yuvamiz. Endi baklashkani yuvamiz. Suvda ham bakteriya bor-ku deyishingiz mumkin. Orqada qozon bor, orqadagi qozonga biz peroksid vodorod qo'shamiz. Suvni birinchi tozalab olamiz. Bakteriyadan tozalangan suv bilan keyin baklashkani chayamiz. Bosim bilan xuddi karcher bilan boshdan yuvamiz, qo'shimcha napor bilan baklashkani chayamiz. Chayib turib, keyin undan keyingi jarayonimizni baklashkaga mahsulot qo'yamiz. Toza bo'lgandan keyin, ichlarini quritganimizdan keyin, suvdan chiqarib olgandan keyin yogurt quyishni boshlaymiz. Tushunarli. Yogurt quyamiz. Bitta savol. Mana og'zi yopiq mahsulotda odatda uy sharoitida nima deydi, nima qilinadi? Sterilovat qilinadi. Bu hozir o'sha yuvganni hisobi yetadi. Sterilovat qilish shart emas, to'g'rimi? Yo'q. Chunki bu gradusga turib bera olmaydi-da bu uyda qadoq. Plasmasda 100 gradusli qaynagan suvga yuvish shart emas, boyagini o'zi. Yo'q, buni biz qaynagan suvda yuvmaymiz, sovuq suvda yuvamiz, lekin suvni birinchi anaqa qilamiz, obработка qilamiz. Biz qaynagan suvda yuvsak, baklashkani formasini yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Uni faqatgina o'sha suvni birinchi obработка qilamiz, keyin tozalangan suv bilan baklashkani chayamiz. Endi chang-chang tushishi mumkin, ehtimoli bor o'shaning uchun. No bizga baklashka toza holatda keladi. Shunda ham baribir biz chayamiz. Keyin quritib, keyin bu yerdan mahsulot quyiladi. Mana o'sha qo'rayotganimiz, aylanayotgan, o'sha ko'tarilgan o'sha hamma suvni chiqib ketadi anaqadan. Liniyadan keyin undan keyin o'sha anaqa qilamiz, quyishni boshlaymiz. Keyingi jarayonimizni quyganimizdan keyin qopqoq yopish jarayoni. Ko'rgan bo'lsangiz, o'z qopqoqni ham avtomat o'zi yopadi, liniyani o'zi yopadi. Qopqoqni qisib chiqamiz. Keyin yana bir bor quritamiz uni. Tushunarli. Qopqoq qatda dezinfeksiya bo'lyapti. Qopqoq mana bu yerda dezinfeksiya. Mana bu yerda bakteriya lampamiz bor, mashina o'zi dezinfeksiya. Ha, to'rtta dezinfeksiya bo'lib turib turadi. Tushunarli. Yo'q, endi tayyor mahsulot chiqadi. O'sha sirazi chiqqan mahsulotni sanasini qo'yamiz. Mahsulotning sanasini qo'yib, qadoqlashga chiqarib olamiz. Mana bokovka qilib, anaqa bo'ldi. Baklashkaga solib oldik. Keyin ketdan etiketkalar yoqtirish jarayoniga o'tamiz. Doniyor aka, mana ko'ryapsiz, o'sha yo'qdan pet butelkaga yogurt quydik, qopqoqlarni yopib, datalansekdandan keyin o'sha liniya bilan keladi. Etiketga yopishtiramiz. Etiketkani ham ko'ryapsiz, o'zi avtomatik o'zi sistemani o'zi yopishtirib beryapti. Etiketga yopishgan paytda anaqa bo'lmaydi. Yopishmagan holatda bo'ladi. Buni keyin tunnelga kirganda issiqda yopishib oladi. Ha, maxsus yana bor o'zi yopishtiradigan joyi. Mana hozir tunnelga kirib ketadi, tunnelda yopishib chiqadi. Yuring, tunnel ichasini ham ko'ramiz. Mana o'sha yopishgan holatda, tayyor holatda. Yopishgan holatda mana shunaqa holatda bo'ladi. O'sha keyingisi o'sha oxirgi instansiyamizda gruppoviy etiketda. Ya'ni blokda bloklab chiqaramiz. Tushunarli. Ya'ni hamma jarayonni ko'rgan bo'lsangiz, deyarli inson omillarini kamaytirib tashlayapmiz. Odamlar faqatgina shu etiketkani zapravka qilib turadi. Kuzatib tursa bo'ldi. Kuzatib tursa bo'ldi. Kerak paytda ana qarab turadi. Tushunarli. Doniyor aka o'sha yakunida mana shunaqa blok holatda chiqib keladi. Tushunarli. Tayyor o'sha blok holatda yakunida shunaqa holatda chiqaramiz. Tushunarli. Bundan keyin omborga chiqib keladi. Готовый produksiyaga u yoqqa skladga berib yuboramiz o'sha. Tushunarli. Bu yoqda yana 12 soat davomida o'sha sazrevание bo'lib, ta'mlari joyiga keladi. Keyin tayyor mahsulot hisoblanadi. Zo'r. Hozirgi молочный soha bo'yicha hamma do'konlardan vazirat olinadi, hamma молочныйni qaytarib oladi. Sizlarda ham shu narsa bo'lsa kerak. Bor. Olgan vazirат qilingan mahsulotlarni nima qilasizlar? Qayta ishlamaymiz. Zavodga kirmaydi. Umuman zavodga kirgizmaymiz, chunki o'sha do'kondan kelganda qanaqa bakteriya bilan keladi biz uni bilmaymiz. O'shaning uchun bu yoqqa ichkariga o'zingiz ko'rasiz qancha chig'iradan o'tib kirdik bu yoqda. O'shaning uchun u mahsulotlarni qayta ishlashga olmaymiz. Zarar ko'rsalarga nima qilasiz bu mahsulot? Biz uni nima qilamiz? Ba'zi bir mahsulotlarni utilizatsiya qilamiz. Majburimiz. Boshqa yo'li yo'q, chunki shakar qo'shilgan, unga murabbosi qo'shilgan bo'lishi mumkin. O'shalarni utilizatsiya qilamiz. Past kvalifikatsiyadagi konditorlar oladi. Pryanik qiladi undan, mana kefirlar kelgan kefirlarni olishadi, o'shani qattiq qilib anaqa qo'shib yuborishadi. Pryanikka qo'shishadi. O'sha narsalarga bizdan sotib olishadi ular. Lekin ularga ham mana shu qattiq, shunaqa kisliroq variant kerak bo'lsa, ular o'zi ozgina achitish kerak ularda. O'sha anaqa ta'mida anaqani kislotasi balandroq bo'lishi uchun ozgina achitish kerak. Bizdan o'sha ularning anaqasiga to'g'ri keladi. Bizdan olib ketadi. Ayni muddao bo'lar ekan. Biz uni nima qilamiz? Zarariga sotamiz. Kam simvolitskiy narxlarda sotamiz.
undan foyda qilmaymiz undan. Tushunarli. O'zi raqobatchilaringizdan nima mahsulotingiz bilan ajralib turasiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qaysi mahsulotlaringiz bilan raqobatchilarga qaraganda mana shu mahsulotim yaxshi ham bor ekan, mana shu meni ajratib turadi degan mahsulotingiz bormi? Endi mana zavodda aylanyapsiz, tozalikni ko'ryapsiz, gigiyenani ko'ryapsiz, оборудованияларni, texnologiyalarni ko'ryapsiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana sifati, mazasi mana yoqib qoladi-yu, kimgadir ana bir zo'ri chiqadi. Mahsulot. Bizda qadriyatimizda nima bor aka? Birinchi o'rinda qadriyatimizda tabiiylik. Bizni shu nima deydi? Ko'proq foyda olish uchun arzon ingredient ishlatmaymiz. Eng sifatli ingrediyentlarni ishlatishga harakat qilamiz. Bozorda ham sutni eng baland narxda olishga harakat qilamiz. Har xil jirlar qo'shmaymiz. Menimcha shunisi bilan atlichasi qo'shsak kerak. To'g'ri. Doniyor aka, mana hozir qaymoq bo'limiga keldik. Ko'rgan bo'lsangiz, mana qozonlarda qaymoqlarni yig'ib olamiz. Yog'larni normalizatsiya qilib olamiz. O'zida. Bakteriyalardan tozalaymiz. Keyin undan keyin qadoqlashga beramiz. Qadoqlab, sразу ящикlarga solib, keyin o'sha anaqaga tayyor mahsulotlar omboriga jo'natamiz. Bu hozir slivka chiqayotgan ekan. Ozgina harorati bor. So'roq bo'lar ekanda. Issiq quyiladi. Issiq quyilgan paytda suyuqroq bo'ladi. Keyin suviga kirgandan keyin quyilib, anaqa qilish boshlaydi. O'zi issiq quyilish kerak. Hamma mahsulotlarimiz issiq quyiladi zada. Tushunarli. Bu joyda qaymoq ham, slivka, mana shunaqa qadoqliklar hammasi shu jarayonda etap-etap hammasi bo'laveradi. Smetana, slivka, qaymoq hammasini mana shu bo'limda qo'yamiz. Doniyor aka, hozir laboratoriyaga keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bizning zavodchi laboratoriya Umid opam bo'ladilar. Nargizaxon bilan birgalikda shu yerda kelayotgan sutlarni, chiqayotgan mahsulotlarni hammasini analiz qilishadi. Nima savollaringiz bo'lsa, bemalol beravering. Ochiq oydan javob beramiz. Nima qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol aniq ko'ring. Qo'ldan kelgancha ma'lumot beramiz. Tushunarli. Xo'p, Umid opa, bu yerda nimada tekshiriladi? Tayyor mahsulotmi, xom ashyomi? Bir qisqacha o'zingiz tushuntirib berasiz. Xo'p bo'ladi. Bizga birinchi boshlab kelayotgan sutda har bitta parametri tekshiriladi. Bizda bu kislotность tekshiriladi. Zamonaviy laktosgam apparati bor. Sutni parametrlarini o'zi chiqarib beradi. Sentrifuga apparatimiz bor. Bu yerda sutni antibiotiklarni tekshiradigan termostatli apparatlarimiz bor. Har bitta nimani jarayoni alohida tekshirilar ekanda? Albatta tekshiriladi. Har bittasi alohida tekshirib boriladi. Tushunarli. Agar bakteriyali, o'sha zararli yo aynigan mahsulot bo'lsa, sразу apparatda o'zida uni ko'rsatib beradi, to'g'rimi? Albatta, biz birinchi o'rinda sutni antibiotikini tekshirib beramiz. Shu o'rinda masalan aytib o'tishimiz mumkin, ko'chadan olinadigan sutlarni odamlar xalq masalan bilmasligi mumkin, qay darajada tekshirilgani, lekin bizga keladigan har bitta sut antibiotik ham tekshiriladi. Inson salomatligiga zararli emasligi tekshirib, agar antibiotik chiqadigan bo'lsa, biz u sutni qabul qilmaymiz. O'shani ma'lumotlarni aytib qo'yaman. U ish jarayonlarida bunaqa holatlar bo'lib turadimi? Ish jarayonlarida bo'ladi обязательно, lekin biz unaqa sutni qabul qilmaymiz. Tekshirilgan yaxshi sutlarni qabul qilib, keyin mahsulotga ishlashga beramiz. Agar shunaqa mahsulot chiqib qolsa, sразу orqaga qaytarasizlar. Albatta, shunaqa. Tayyor bo'lgan mahsulotdan shunaqa chiqsa-chi, mana hammasini upakovka qildinglar, qadoqqa soldinglar, nimadir bo'ldi, aynib qoldi. Yo'q. Birinchi boshlab kelayotgan siryoni, ko'chadan kelayotgan mahsulotlarni tekshirganingizdan keyin unaqangi mahsulot chiqmaydi. To'g'ri, qayerdadir texnologik protsessda yomon bo'lishi mumkin, lekin unaqangi yomon mahsulot sotuvga berilmaydi. Albatta, birinchi laboratoriya tekshiriladi, laboratoriyaning xulosasiga qarab, keyin sotuvga beriladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana aziz kuzatuvchilar, ko'ryapsizlar, mana shinamgina, kichkinagina, lekin hamma sharoiti bor. Har bitta mahsulotni detalni tekshirib, har bittasiga alohida yondashib bo'lar ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Ishidagi omad. Rahmat, sog' bo'ling. Boya savol berdingiz-da. Har qanchada qozonlarni yuvasizlar dedingiz. O'shaning uchun men sizga ma'lumot o'rnini aytib ketay. Biz qozonlarni aytganimda har partiyadan keyin yuvamiz. Endi qanaqa yuvamiz degan savol bor. Mana shu xonada turgan оборудование sipmoyka deyiladi. Ya'ni biz qozonlarni avtomat yuvamiz. Ko'rgan bo'lsangiz, odam ishtirok etmaydi. Avtomat liniyaga qo'yilgan. Bu yerdan qozon tanlanadi. Qozon tanlaymiz. Knopka orqali shu yerdan yuviladi. Shu yerdan beramiz. Bu yerda mana har bitta qozonda bittasida issiq suv bor, sovuq suv bor, kaustik soda bor, kislota bor. O'sha hammasini o'zi gradusini to'g'irlab, o'zi bor yuvib keladi. Arashlarni qo'shib borib yuvib keladi. Xuddi kir mashinaga o'xshab. Uyda kir mashinamiz bor, avtomat kir mashina. Kir mashina bilsangiz agar qayta yuveradi-yu. O'shanga o'xshab bu yerda ham
5 marta 6 marta borib yuvib keladi qozonni. O'zi, ha. Общий yuvishimizga o'ziga bitta qozonni yuvishimizga 1 soatdan ziyod vaqtimiz ketadi. Ha, tushundim. 1 soat ichida 5 ta 6 ta podxod qilamiz. Issiq suvni borib yuvib keladi, suvni borib yuvib keladi. Hammasini qilib o'sha 1 soat vaqtimiz ketadi bitta qozonni yuvishimizga. Qozon ichida ninadagi bakteriya ham qolmasligi kerak, joy qolmasligi kerak. Yetmagan, suv yetmagan, tozalanmagan ninadagi joy keyingi qolmasligi kerak. mahsulotda aynitishi mumkin-da. Ivmaydi bo'ldi. Masalan, tomizga qo'shsangiz ivmaydi agar bakteriya bo'lsa. O'shaning uchun bu juda ham nozik soha. Boya aytdim-ku, boshida mana bu sohalarni nima deydi? Chiqib ketmoqchi bo'lganman bu sohadan-da. Kichkinagina xato ham qiyinligidan ko'ra. kichkinagina xato ham kechirilmaydi. O'zi umumiy holatda ishlab chiqarishda mahsulot aynib qolib, mana shunaqa ozgina bakteriya qolib, butun partiya mol aynib qolgan holatlari bo'lib turadimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Unaqa narsa hamma kompaniyada bo'lishi mumkin. Bizda ham shu yo'sinda bo'lishi mumkin. Kichkinagina ishchini be'tiborligi ham bu narsaga olib keladi. O'shaning uchun biz maksimal hozirgi kunda texnologiyalarga ko'proq urg'u beryapmizki, человеческий faktorlarni kamaytirishni yapamiz. Odam faktoridan ko'ra buni ishi nima? Bunda o'sha hamma narsa robotlar, sensorlar qo'yilgan, o'zi yuvadi, o'zi chayadi, hammasi qiladi. Mana shu mahsulotlarga srok bor-ku, qancha muddati, saqlash muddati. Buni nimaga asoslanib beradi sertifikat? Uni siz bizni mahsulot ishlab chiqarganimizdan keyin sesga beramiz. Siz uni ekadi. Ekib turib bizga zaключение yozib beradi. И o'sha ses zaключениesiga asosan srok-godnost qo'yamiz. Necha kunda anaqasini sifatini buzadi? Sesni o'zini normativi bor. Ses xod normativi bor. Deylik, masalan, kefirga 3 kun. Lekin sizning texnologiyangiz 3 kundan ko'pga chidaydi. Bizaniki masalan kefirimizni hozirgi kunda qatiqlamiz 21 kun. Bu texnologiyaga bog'liq. Abaruni texnologiyaga bog'liq. Ular aytamiz, sizlar bergan 3 kunlik normativ bizga to'g'ri kelmaydi. Bizda ko'proq ketadi umri deymiz. Qarasho bizga obrazец beringlar deydi. Biz ularga obrazец beramiz. Tashning o'zi kelib olib ketadi obrazец. O'zi kelib olib ketadi. Olagan joyidan, olagan kuni. Chunki biz aldashimiz mumkin-ku. O'zi kelib olib ketadi, ekadi, nechidir kun turishini ko'radi. O'shandan keyin xulosa yozib beradi. Ha, biz ekdik, biz tekshirdik. Sizlarning kefiringlar 21 kunga rekomendatsiya beramiz deydi. Biz o'shandan keyin o'sha rekomendatsiyaga asosan srok-godnost qo'ya olamiz. Teng urinda yuradigan raqobatchilaringiz bilan srogingiz tengligi qanaqa? Qatiqlarimizga, kefirlarimizga 21 kun muddat beramiz. Yogurtlarimizga 45 kun muddat beramiz. Именно pityoy yogurtlarga 45 kun muddat beramiz. Bu juda ham yaxshi natija. Tabiiy mahsulotlar uchun bu juda ham maqsadlar. O'zi tabiiy mahsulotlarni piki 45 kun. Bitta narsa bor-da, Doniyor aka. Mahsulotning umri qisqa bo'lsa, odamlarda noto'g'ri fikr bor. Tabiiy deb o'ylashadi-da. Yo'q, unaqa emas. Unga bog'liq emas. Zamonlar o'tib ketgan, unaqa u davrlar o'tib ketgan. Unga bog'liq. Hozir mahsulot qancha umri uzoq bo'lsa, shuncha sifati yaxshi bo'ladi. Sifati yaxshi degani. Ya'ni o'sha zavodda gigiyena yaxshi holatga qo'yilgan degani. Tushunarli. Lekin mana chet eldan kelayotgan yogurtlar bor, 6 oylab muddat bergan. Ular undan istisno. Ular undan istisno. U boshqa texnologiya, o'zi uni boshqacha ishlab beradi. Men 45 kungacha bo'lgan mahsulotlar haqida gaplashyapman. 45 kungacha bo'lgan mahsulotlar tabiiy, hech narsa qo'shilmagan, o'sha gigiyena hisobiga, standartlar hisobiga shu narsaga erishilgan. Ya'ni katta mehnat qilingan, bu narsa uchun katta mehnat qilingan. Aziz aka, korxona bir kun ishlamay qolsa, necha pul zarar ko'rasiz? Bir kun ishlamasa $30,000 zarar ko'raman. $30,000. Bizda o'tgan yili shunaqa holat bo'ldi. Tashqarida katta yo'l qurishyotdi yo'l. O'sha paytda случайно bilmasdan ekskavator zanzavodga kelgan главный kabelni uzib yuborgan. Uzib yuborgan. O'sha paytda bizda jami zavodimizda 12 ta xolodilnik bor. Shu 12 ta xolodilnik ichidagi mahsulotlarimizni maksimal saqlaganmiz. Qozonlarda mahsulotlar bo'lgan, xolodilnik bo'lgan. Ish payti jarayonda bo'lganda, o'sha paytda $30,000 mahsulotimizni saqlab qola olmadik. Boshqatdan tortib ulab olib kelgungacha $30,000 shu zarar ko'rdik biz. Bir kechada. Qoplab berishdimi? Yo'q, endi o'zimiz. Aziz aka, nimaga brend tepasida buqani rasmi bor? Buqa bo'lib ham bu anu Red Bull brendi-da. Red Bull bilan qanaqa bir shartnomalar bor? Yo'q, bizani Red Bull bilan shartnomamiz yo'q. Bu чисто случайно совпадение bo'lib qolgan. Yo, nimadir qo'shiladimi buning ichiga? Yo'q, hamma narsa tabiiy. Bizda birinchi Doniyor aka, birinchi mahsulotlarimiz chiqqan paytda qora dizaynda chiqarganmiz. Qora edi. 2016-2017-yilda qora dizaynda bo'lardi. Menga juda ko'p odamlar Instagramdan shu bo'yicha nima bu energetik napitikmi, nimaga qora deb, mana biz bozorga kirganda qora rang bilan
shu молочный anaqani stereotipini sindirganmiz-da. Ha. O'shanda ham odamlar juda ko'p qora haqida shikoyatlar bildirishgan. O'rganish olmagan молочкаga qora rangi salbiy nima bo'lgan ekan. Keyin sekin-sekin biza qism qilib qora rangdan qochganmiz. Lekin hech qanaqangi bir Red Bull bilan anaqamizda yo'q. Logotipimizda чисто случайно Red Bullnikiga yaqin bo'lib qolgan. O'xshab qolgan. Tushunarli. Azizga kelajakdagi maqsadlar nima endi? Maqsadlar shu sohada yana dalsh ketish, kengaytirish. Niyatimiz shu butun xalqimizga dostupniy mahsulot chiqarib berish, sifatli qilib, ya'ni kattalashtirishni niyat qilganmiz. Ya'ni chekka qishloqlargacha mahsulotlarimizdan yetib borishni xohlaymiz. Shuning uchun shu maqsadda yana kengaytirishga harakat qilamiz. Yana nimalarni assortimentlarni ham ko'paytirish. Assortimentlarni ham oshiramiz. Yana sifatini yaxshilash hisobiga o'sha chekka qishloqlargacha borishni maqsadda niyat qilganmiz. Bu kengayishmi yoki eski оборудованияlarni yangilash bo'lyaptimi? Unisi ham bunisi ham. То есть biz eski оборудованияlarni ham yangilayapmiz. Ko'proq уже asosan bu yil 2025-2026 yil asosan gigiyenaga e'tibor beryapmiz. Shuning uchun ko'proq zamonaviy talablarga javob beradigan оборудованияmiz. Bundan tashqari korxonamizda hozir avtomatizatsiyaga katta urg'u berganmiz. Ya'ni kamroq ishchi ishlatish va shu orqali mahsulotning gigiyenasini ko'tarish, sifatini, gigiyenasini ko'tarish. Shu sababdan hozir eski оборудованияlarni ham sekin-sekin chiqarib tashlab, yangi zamonaviy оборудованияlarga o'tyapmiz. Bundan tashqari o'zi savdoyimiz ham oshyapti, ishlab chiqarish anaqalarimiz oshyapti, jarayonlarimiz. Shuning uchun bo'lib tezroq ishlaydigan liniyalar olib kelyapmiz. Ko'proq avtomatizatsiyaga e'tibor qaratamiz. Asosan avtomatizatsiyaga urg'u beryapmiz. Maqsad bu yerda ishchi o'rinlarni kamaytirish emas. Global maqsadimiz bu yerda mahsulotimizni sifatini chiqish. Bir, ikkinchidan gigiyenasini yuqori darajaga olib chiqish, mahsulotning umrini uzoqroq qilish. Bu narsalar endi bizning bosh maqsadimiz mahsulotimizni uzoq umrli bo'lishini xohlaymiz. Uzoq umrli bo'lish uchun jihozlar ham shunga mos bo'lishi kerak. Shu gigiyena birinchi o'chakda bo'lishi kerak-da. Gigiyenasi to'g'ri bo'lsa, joyida bo'lsa, mahsulot umri uzoq bo'laveradi. Tushunarli. O'zi оборудованияlar qatti, оборудованияlarni qaysi o'rabdiki? Biz asosan Turkiyadan olamiz оборудованияlarni, lekin оборудованияlarimizning ichida ham Yevropadan bor, Xitoydan ham bor даже. Uni anaqasi jihoziga olamiz. Zavodimizda masalan 50 tadan oshiq оборудование bor. Notda qaysidir оборудованияlarni Xitoydan olib kelganmiz. Asosan to'g'ridan-to'g'ri mahsulot bilan to'qnashuv bo'ladigan, prikosновение bo'ladigan оборудованияlarni asosan Yevropadan olamiz. Yevropeyskiy. Upakovka jihozlari ko'proq Xitoyga bo'lsa kerak. Upakovkani ham qanaqa? Imенно oxirgi jarayon ham bloklab beradigan jarayonlarni Xitoydan olamiz. Ular unchalik muhim emas. Ya'ni u yerda unaqa yuvelirni ish qilinmaydi-da. Shuning uchun mana mahsulotlar bilan to'qnash kelgan qismda 100% ular Ispaniyadan olib kelamiz, Italiyadan olib kelamiz, Fransiyadan olib kelamiz, Turkiyadan olib kelamiz. Azaga zo'r joyga kelib qoldi shekilli. Bu nima bo'lyapti? Doniyor aka, biz hozir sir qilyapmiz. Sir mozzarella qilamiz, Pastora brendi bilan. O'shani hozir pishirish jarayoni bo'lyapti. Xudo xolasa bugun siz bilan o'sha mozzarellani polniy boshidan oxirigacha bo'lgan siklni ko'rish imkoniyati bo'ladi. Zo'r. Sirni pishirishimizni, gramajlashi, sazrevaniya, upakovkagacha bo'lgan jarayonni polniy ko'rasiz, aka. Zo'r. Hozir bu nima jarayon bo'lyapti? Mana hozir sirga biz eritma tuzlar qo'shib, o'sha ularni tayyorlab, o'sha tayyor holatiga keltirdik. Bundan keyingi jarayon o'sha sirni gramajlab turib, ana o'sha sazrevaniyaga kirgizib yuboramiz. Zo'r. O'z buni tarkibida bitta tushuncha berib yuboring, nimalar bor? Bu nimadan tashkil topgan buni? Orcha narsa yo'q bu yerda. Sirga faqat o'sha eritma tuzlarni qo'shamiz, bo'ldi. Shuni o'zidan tayyorlanadi. Xo'p. Bunga yetib keladigan sir uni ham o'zingiz tayyorlaysizlarmi? Nimasini? Hammasini o'zimiz, hammasi. Sutdan boshlab hammasini o'zimiz tayyorlaymiz. Boshdan oxirigacha hammasini o'zimiz tayyorlaymiz. Bu yerda muhimlik jihati nima? Muhimlik jihati bu yerda cho'ziluvchanligi. Cho'ziluvchanligiga e'tibor beramiz. Duxovkaga qo'yganda usti yonib ketmasligiga qaraymiz. Uning uchun quruq moddalarni ko'tarishimiz kerak bo'ladi. O'sha narsalar aromatikalar muhim. O'sha narsalarga nastroyga qilamiz, sozlaymiz o'shalarni. Zo'r. 1 kilo mozzarella tayyor bo'lish uchun qancha sut ketadi? 1 kilo mozzarella 11 litr sut ketadi. Ey maşallah, 11 litr sutdan 1 kilo mozzarella olish uchun 11 litr sut xarajat qilamiz. Xolodilnikda qancha turadi buni? Xolodilnikda biz 2 sutka sazrevot qilamiz. 2 sutka. 2 sutkadan keyin o'sha sotuvga chiqsa bo'ladi. 2 sutkadan keyin o'sha qadoqlashni boshlaymiz. Qadoqlagandan keyin yana 2 sutka qadoqlangan holatda yana saqlaymiz. Undan keyin sotuvga chiqaramiz.
Xo'p, qadoqlagandan keyin 2 sutka turishi nimaga kerak? Endi bu o'zimizning risklarimiz uchun yana 2 sutka ushlaymiz. O'zi 1 sutkadan keyin chiqarib yuborsak ham bo'ladi. Biz harakat qilamiz, yana 2 sutka qadoq holatda ham ushlaymiz, keyin undan keyin sotuvga chiqaramiz. Bitta mazasini ko'rasizmi? Zo'r bo'ladi. Bitta mazasini yeb ko'ring, mazasi ajoyib вообще. Qani, bismillah. Issiq ekan, holatda ham issiq bo'ladi. Молочный maza kelib turadi-da. Endi pizza yeganday bo'ldim. Doniyor aka, bu yerda biz o'zi tayyor sirimizni o'zi gramajlaymiz. Gramajni ko'rdingiz, duvalar shaklida chiqarib beradi. Uni olib qoliplarga solamiz, keyin qoliplarni xolodilnikka olib kiramiz, sazrevaniyaga. Yozadi. Xolasangiz o'zingiz qolipga solib ko'ring, qiziq bo'lsa. Bittasi-na. Bizani pissamiz qo'shilsin. O'zini kim topsa qoladi. Formaga kelib oladi. Aziga, mozzarellani o'zi eng siri nimada? Mana bu cho'ziluvchanligi eng obro'sini bilaman men. Misol uchun pizzani ustidami, mahsulot ustida. Nima bilan o'lchanadi o'zi buni? Sifatligi. Biroq mozzarella cho'zilmaydi hamda. Yo'q, mozzarellani именно nimasiga e'tibor berishadi? O'sha cho'ziluvchanligiga qarashadi. Boya производствоda aytib o'tganimdek, kuymasligiga, duxovkaga kirganda kuyib ketmasligi kerak. Bu juda ham muhim omillardan hisoblanadi. Tuzlarini, mazalari muhim juda ham. O'shanga qarab aniq qilishadi, ajratishadi. Tushunarli. Xo'p, bu necha gradusda tayyor bo'ladi? 8-10 gradusda biz buni sazrevat qilamiz. 8-10 gradus. 8-10 gradus plus 8-10 gradusda buni sazrevaniyaga qo'yamiz. Sazrevaniya tayyor bo'lgan ekan, o'sha olib chiqqanimizdan keyin o'sha qadoqlashni boshlaymiz. Boya aytib o'tganimdek, qadoqlab yana xolodilnikka olib kiramiz. O'sha tayyor xolodilnikni o'tda o'sha 4 gradusga tushiramiz. Sazrevaniya paytida 8-10 gradusda saqlaymiz. Tayyor sifatga o'tgandan keyin yo'da 4 gradusda stabilni ushlaymiz. Nola, zo'r. Bu yerda qadoqlab olamiz. Ustilariga chiqish sanalarini yozamiz. Oxirida mana o'sha chiqish holati mana bunday holatda chiqadi. Tayyor, xo'roz. Mana shunday holatda o'sha korobkalarga taxlab sotuvga chiqaramiz. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Doniyor aka, bundan tashqari biz pizzachilarga alohida yana to'rkadan chiqarib ham beramiz. Tayyor holatda. Shunday pizzasiga. Ularga shunaqa o'sha pateriya bo'lmasligi uchun, ish qo'l mehnatiga kirmasligi uchun yana ham arzonroq tushadi. Ularga qulayroq bo'ladi. O'sha ishchi kuchidan tejab qolishadi. Doniyor aka, tabii. mana ko'ryapsiz, biz mana shunday holatda pizzachilarga mana shunday to'rkadan chiqarib beramiz. Hozir aytganingizdek, bormi holati? Yana bir 4-5 tani yerlashtiramiz. Pizzachilarga to'rka holatda chiqarib beramiz. To'rka pizzachilarga bu juda ham qulay-da. Bu hozir o'sha botoqda bo'layotgan mozzarellani o'zi bu. O'sha mozzarellani 5 mm ana qilib beramiz. Tuzatuvchilar tayyor pizzaga kalibrovkasini 5 mm qilib beramiz. Tayyor holat ekan. Zo'r. Bismillah. Assalomu alaykum. Doniyor aka, bu bizani glazirованный сырок seximiz. Sirok sexi, O'zi haroratdan ham siz bilasiz-ki, muzdek. Salqin ekan. Ochiq mahsulot bo'lgani uchun bu yerda juda temperaturaga qattiq qaraymiz. Bu tayyor mahsulotlar shekilli. Bizani ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimiz. Shu kunimizda 4 xil mahsulot chiqaryapmiz. Kokos, kakao, vanil va klubnikali chiqaramiz. Eng yaxshi ko'rganim kokosli. Shu. Asosan, hop, bir kunda qancha sirok chiqadi bu yerdan? Bir kunda kullanamiz, ob'yomimiz shu 10 mingtalarga yetadi. 10 mingtaga 10 mingta ob'yom chiqaramiz. Hozir yana oshirish potensialimiz bor, katta potensial bor. Asta-sekinlik o'stiramiz. Bu produksiyamiz o'zi ko'p bo'lgani yo'q, endi yaqinda qo'shib boshladi. Shuning uchun sekin narashib qo'yamiz ob'yomlarni. Oshirib boshlaymiz. Buni ichida asosiy tarkibi nima? Oddiy tvorogmi yo maxsus tvorog bo'ladimi? Da, toza tabiiy tvorog. Ozgina vlagasi buni sal boshqaroq bo'ladi. O'zimizning paketlikli tvorogimizdan farqli bunisi, chunki bu sal og'izda dag'al bo'lishi kerak emas-da. Pasta ko'rinishda, mayin ko'rinishda bo'lishi kerak. O'shaning uchun bunikini anaqasi vlagasi sal boshqaroq ko'rinishda olamiz. Bunda hammasi tabiiy. Bu proteiniy batonchik deb hisoblayvering bu narsani-da. Bunda juda katta yuqori miqdorda oqsil moddasi bor bunda ham. O'sha tvorog qilamiz, keyin nachinkaga qarab kokos bo'lsa kokos strushkalarini qo'shamiz, kakao bo'lsa kakao poroshogi, vanil poroshogi va klubnikani jem ko'rinishda beramiz. Orasidan stержень ko'rinishda jem ko'rinishda va ustidan shokolad bilan o'raymiz. Glazirованный shokolad deydi, o'sha glazurni biz belgiyskiysini ishlatamiz. Belgiyskiy kompaniyadan olamiz. Oddiy shokoladdan farqi yaxshiroq ushlab jipslashdami yo mazasidanmi? Nimani? Shokoladda.
shokolad qimmatroq hisoblanadi. Shokolad eng qimmat narsa hisoblanadi. Glazur bitta past anaqa hisoblanadi. Sort hisoblanadi. Biz glazur bilan qoplaymiz. Shokolad qilsak, slishkim qimmat bo'lib ketadi. Har kim ham yeyolmaydi shokolad. O'shaning uchun biz dostupniy xalqimizga dostupniy qilib glazur bilan и вообще umuman glazirованный siroklarda 85-90% ishlab chiqaruvchilar hamma glazur ishlatadi. Shokolad kamdan kam holatlarda, eksklyuziv holatlarda qilishadi. Tushunarli. Mana shu sirokli chiroyli ko'rinyapti. Men har doim kuzatuvchilarga ular ham bir aniq hosil uvering bo'lish uchun bitta ochib mazalarini ko'raman-da. Bemalol. Mana birinchi savol, mana shokoladni mana shu sal mana do'konlardan olamiz, lekin mashinada qoladi, uyga borguncha sal eriydi, lekin shokolad oqib ketmaydi-da. Buni siri nimada? Shu boya aytganingiz u biza bilan bog'liq emas, uni o'sha biza shokolad olayotgan kompaniyamizdagi zaproslarimizdan beramiz. Texnik zaproslarimizdan beramiz. Nimaga ishlatasizlar buni? Ular so'raydi bizdan, nimaga ishlatasiz? Biz aytamiz, shunaqa glazirованный sirok chiqaramiz deymiz. Ular o'shanga qarab retseptura tayyorlashadi. Xolodilnikda o'sha qotish jarayonlari, vaqtlari, necha gradusda qotirishimiz, tirsillab yorilib ketmasliklari hammasi o'shadan kelib chiqib ishlab chiqiladi. Shunga maxsus tayyorlab berishadi shu. Da. Ko'ramiz mazasini bo'lsa. Zo'r mazasi. Masalan, Tavsiyam. mani bitta narsani, mani 5 ta farzandim bor. Oka, hozirgi yoshlarda ertalab nonushtaga yedirish problemi. Shu bolalarimning eng yaxshi nonushtasi ertalab shuni maktabga ketayotganda, maktab paytida shuni xolodilnikdan bitta bitta batonchik olib ketishadi, o'sha bilan nonushtani o'tkazishadi. Bunda yetarli kaloriya bor. O'sha kaloriyani olishadi. Bemalol ertalabki nonushtaning kaloriyasi yetadi. Bolalarga yaxshi ekan o'zi, haqiqatda. Mazasiga ham gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda bizning skladimiz, omborxonamiz. Shunaqa skladdan ketma-ket 4 ta bizda bor. Qatorasiga. Qatorasiga 4 ta skladimiz bor. Biz Tayyor bo'lgan mahsulotlar shu yerda turadi. Hamma mahsulotlarni mana boshlaymiz. Ertalab soat 8 dan boshlaymiz, o'sha to'ldirish boshlaymiz. O'sha sorti bo'yicha to'ldirib, xolodilniklarga stilajlar bo'yicha nima qilamiz? Har bir santimetr yerdan foydalanishga harakat qilamiz. Bu kvadrat qancha har bitta xonani? O'rtacha где-то 80 kvadratdan. 80 kvadrat. Har bitta anaqamiz. Qancha salqin ekan, gradus qancha bu yerda? 4-6 ushlaymiz. Ha, 4-6. Shu положенияsi shu. Malochkada shunaqa 4-6 gradus ushlaymiz, shu normasi shu. Tushunarli. Bu mahsulot bir chekkadan kiraveradi, ertalab keyin realizatsiya chiqib ketadi. Mana masalan tartibimiz qanaqa? Bizda ertalab soat 8 dan boshlab o'sha производство boshlanadi. Mahsulotlar kiraveradi. Ertasi kuni ertalab soat 4 dan 8 gacha bo'lgan oralig'ida o'sha sklad hech narsa qolmaydi. Bo'sh. Bo'shatib tashlaydi. Deyarli 90% mahsulotni bo'shatamiz. 4 ta sklad hammasi bo'shaydi. Yana kun davomida yana to'ldiramiz. Har kuni konveyerda ishlayveramiz-da. Mashalloh. Hop, Abuz aka, bu qanaqa joy, qanaqa оборудование bular? Nima ishlab chiqarilyapti bu yerda? Doniyor aka, biz hozir tvorojniy sexdamiz. Tvorog bo'limidamiz. Bu liniyani yaqinda oldik. Yangi hali. O'zi bitta narsani tushuntirib beray. Hamma malochkachilarni bitta katta dardi bor. Mana eng katta dardlardan bittasi tvorog sexi avtomatlashtirish juda ham qiyin. Murakkab. Chunki ani grammlar muammomi? Gigiyenadan tortib hamma masalada juda og'ir. Mana malochkachilar eng bosh og'riq hisoblanadi. Alhamdulillah biz shu muammoga yechim topdik. O'zbekistonda birinchilardan, biz birinchi emasmiz, no birinchilardan hisoblaylik. Birinchilardan bo'lib, mana shu tvorog liniyani polni avtomat liniyaga qo'ydik. Pasterizatsiya bo'limidan sut keladi qozonlarga. Qozonlarga sut keladi. Qozonga tomizg'a solamiz. O'shani 17 soat davomida sazrevaniya qilamiz. Proses 17 soat davom etadi. Uzoq bo'ladi. Chunki tvorog mazali bo'lishi kerak, aromatikasi bo'lishi kerak. O'shaning uchun 17 soat davomida sazrevaniya qilamiz. Keyin sazrevaniyadan keyin o'sha tvorog tayyor bo'ladi. Eng og'ir joyi tvorogga zardobini ajratish jarayoni. Mana shu joyda malochkachilar qiynaladi. Zardobidan ajratishda sababiki bu joy gigiyenani o'sha buzib yuborgan joyi. O'shan biz mana shu narsani xalq joyi o'sha yerda. Biz mana mana shu yerda biz avtomat liniya qo'yganmiz. Liniyamizda полностью odam qo'li tegmasdan, hech qanaqangi yorug' ko'rmasan yopiq liniyada tvorogga zardobni ajratamiz. Ya'ni tvorog bilan zardobini ajratish jarayonini qilamiz. Tushunishimcha, sut holidan tvorog bo'lib chiqib qadoqqa yetguncha odam qo'li tegmaydi. Umuman sut kirib, upakovka bo'lgungacha bo'lgan jarayon полностью yopiq liniya bo'ladi, odam qatnashmaydi. Konveyer bilan tvorog tushadi, keyin hammasi sovutish. Har bitta jarayonda sovutamiz. Bu yerda ham sovutamiz, bu yerda ham sovutamiz. Ichkariga hali chiqamiz, tepada ham sovutish bor. Ya'ni butun jarayon
butun jarayonni sovutib qilamiz. Tushunarli. Sovutib, chunki to'g'ri keslik bo'lib qolmasligi kerak. Ha. Doniyor aka, Tabii. bitta stuchani aytib o'tishim kerak. Bu xonaga hech kim kirish mumkin emas. Mumkin emas. Bu yerga faqat operator kiradi, lekin bugun sizga kichkina исключение bilan kirgizamiz, lekin boshqa holatda bilingki, что hech qaysi xodim kirmaydi, faqat bitta operatorga ruxsat berganmiz. Rahmat. Ichkarida hozir toroz jarayoni to'g'riga oladi, uni tortadi, sovutib turib pastga fasovkaga beradi. Mana ko'ryapsiz, ichkarida holatni ko'rsatyapti sizga. Yaxshigina salqin ekan. Da, ichkari полный sovuq, холодильник. Mana bu yerda to'g'ri keladi. Mana qopqoqlari bor. Har bitta qopqoq toroz. Bu o'sha torozda tortib turib ichkariga fasovkaga tashlab beradi. Gramm bo'lgandan keyin chirib oladi. Ha, tushunarli. Lekin yaxshigina ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda muzda hamma yoq yopiq liniyada ishlaymiz. Gigiyena birinchi o'chakda o'zida hozirgi. Bu bunaqa texnologiyalar O'zbekistonda juda ham kam. Sanoqli. O'shalardan bittasi bizda. Yana boshqa bitta kompaniyalar bor O'zbekistonda, ular ham ishlashyapti. Ularniki to'g'riga sal boshqacharoq. Zernosi boshqacharoq. farq qiladi bir-biridan. Badan o'sha tarozga tortib sovutib turib to'g'ri tushiradi. Bu yerda ko'rganingizda yopiq holatda fasovka qiladi. Yopiq holatda, mana shunaqa holatda o'sha fasovka qilib beramiz. Upakovka yopilgandan keyin yana tortamiz. Mana joyimizda taroz. Tekshiruv. Bu tortadi. Yana bitta o'zini tarozi bor, lekin bu yana kontrolni tekshiradi. Agar noto'g'ri o'lchab qo'yish ehtimoli ham bo'lishi mumkin. Kalibrovka buzilib ketadi. Birakka chiqarib yuboradi. Agar to'g'ri bo'lsa, uni keyin o'sha anaqaga korobkalarga solib chiqarib yuboramiz. Bozorga sotuvga chiqaramiz. Tushunarli. Hozir sizda bu tvorog asosan necha grammli chiqadi? Bizda bu yerda 200 grammli, 400 grammli ikki xil format chiqadi. Bu hozir 400 grammli chiqadi. Hop, yashil upakovka bilan ko'k upakovkani foizidami? Sizami? Bunisi adashmasam nulyovka. Ya'ni yog'siz degani. Yashilimizni 5% u yog'li. Yo'q, Alloh xayrli qilsin. Bu aka bitta narsani aytay. Bu liniyani nima deydi? Qat'iyatli investitsiyalardan hisoblanadi. Ya'ni buni olishga qaror qilgunimgacha juda katta ichimdan qo'rqinch, yopa olmaymanmi, xavotir bo'ldi. Oxiri bitta kuchli iroda bilan, qat'iyat bilan shu sohaga, shu anaqa imенно to'g'ri anaqasiga investitsiya kiritishga qaror qabul qildik. Shu tvorog o'ziga qancha investitsiya bu? Общий hisobda $1,5 million. 1,5 million. Faqat tvorog liniyani o'ziga. Tvorog o'ziga. Da. Bu biznes o'zi oilaviy biznesmi yo ota kasbmi, o'zi qanaqa kelib qo'yasiz bu sohaga? Bu juda ko'p marotaba menga berilgan savol. Men o'zi yoshligimdan shu universitetni bitirganimdan iqtisodiyot sohasida ishlaganman, bank sohasida ishlaganman. Bank sohasida 10 yillik karyeramdan keyin men shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga qaror qilganman. Asosan bank yo'nalishida ishlagansiz o'zi. Shu bilan keyin 2015-yil o'rtalarida men bankdan bo'shaganimdan keyin shu o'zimni tadbirkorlikda sinab ko'rishga qaror qildim. Shu sut sohasiga kirib qolganman случайно. Instagramda ham aytganman, tasodifan kirib qolganman, ya'ni analiz qilmasdan kirib qolganman. Bozor analiz qilmasdan. Ya'ni qanaqa ma'noda bozor analiz qilib, sotuvlarni analiz qilganman. Ishlab chiqarish jarayonidagi mashaqqatlarini aniq qilmagan ekanman-da, hisob qilmagan ekanman. Ishlab chiqarish mashaqqatlari juda ham og'ir soha ekan bu. Oziq-ovqatda. Demak, молочный tez nima bo'ladigan mahsulot. Tez ayniydigan mahsulot hisoblanadi. O'zi umuman oziq-ovqat sohasining ichida ham eng og'ir anaqasi yo'nalish hisoblanadi, sektor hisoblanadi. Men shu narsani hisobga olmasdan faqatgina moliyaviy taraflarini sotish, analitika o'sha taraflariga ko'proq e'tibor qaratgan ekanman. Kam bo'lish mumkin emas. Davlat ishida necha yildir faoliyat yurg'izib ishlab, riskiy biznesga o'ziga yarasha ancha mashaqqat bo'lgandir unda. Почти 3 yil, 4 yil o'zimni topa olmaganman biznesda. Keyin undan keyin o'sha shu sohaga ichiga kirib, o'rganib, ishlab chiqarishga to'g'ridan-to'g'ri jarayonlarda qatnashganman. Kerak bo'lsa texnolog ham bo'lgansiz, ishchi ham bo'lgansiz. Hozir ham shunaqa. Hozir ham kunimni почти 30-40% hamma jarayonga ishlab chiqarishdan o'tkazaman. Mashalloh. Hozirgi mazmunli suhbat uchun, vaqt ajratganingiz uchun katta rahmat. Mana korxonalarni ko'rib chiqdik, gap bo'lishi mumkin emas. Ishlaringizga omad. Essi brendi nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda top brend bo'lishiga ishonamiz. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Hurmatli ishlab chiqaruvchi tadbirkorlar, agar sizlar ham o'z ishlab chiqarish jarayonlarini shaffof ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, bizga murojaat qilinglar. Siz bilan ishlashga tayyormiz.